Bugungi obzorimizda Chang'an Kia dubl kabinasi. Bu mashinamizda 1,5 tonna 2 tonna yuk ko'taradi. Bu uzunasiga 220, eniga 160. Ko'rib turganingizdek mana resorlari, ramalari juda baquvvat va zavodskoy metallar qo'yilgan. Mashinamizning mana tashqi ko'rinishida mana motorlarimizda hozirgi kunda sepli zavodskoy mana ko'rib turganingizdek zavodda qo'yilgan mana gaz оборудованиялari. Bundan tashqari rullari elektronika. Расход топлива 7-8 litr расход qiladi. Gazda 250-260 kilometr yuradi. Mashinamizdan mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Sirenalari ham mana bemalol birpas dam olishga ham zo'r tushadi. Bundan tashqari bu 5 o'rindiqliga hisoblanadi. Buni ko'pincha akfachilar oladi, quruvchilar ko'p oladi. Bizdan ham balga ham juda qulay mashina bu. Keyin bu mashinamizdan mana ko'rib turganingizdek salonlari bejovoy, rul elektronika, mana bunaqa monitorlar siz monitorlar qo'yib beramiz. Chexol desangiz chexollar qo'yib beramiz. Hamma narsamiz bor. Ko'rasizlar. Hozirgi kunda mana mashinamizning konditsioneri bor. Mana yoz kunlarida bemalol ishlatasizlar. Undan tashqari orqasiga mana 3 kishi bemalol o'tiradi. Keyin sidenlarimizni mana ko'rib turganingizdek mana bu yoqqa suriladi. Bemalol oldiga, orqaga surseli bo'ladi. Undan tashqari bunaqasiga ham bemalol cho'zilib birpas uzoq yo'llarda dam olib ketsanglar ham bo'ladi. Mashinamizni ko'rib turganingizdek bunaqa stallon ranglari ham bor. Bundan tashqari bu mashinani ko'rib turganingizdek dubl kabinamiz. Pradvijnoy ten, juda ham banerlari mustahkam, yaxshi materiallardan qilingan. Mana bu temirlari ham juda yaxshi materialdan qilingan. Bu yoqqa surilib, bu yoqqa ham surilib, keyin mana bular bunda yopiladi. Mashinani ko'rib turganingizdek hozirgi kunda yomg'ir, quyoshlardan saqlaydigan mana shu baner bo'ladi. Juda ham foydali narsa. Hozirgi kunda mana oq ranglari ham bor. Bular tayyor mashinalar, masalan, kelib buni o'rnatishga, qo'yishga vaqtingizni yetkazib o'tirmaysizlar. Bundan tashqari o'zimiz hamma mashinamizda даже xolodilniklargacha qo'yib qo'yganmiz-da. Tayyorini olasizlar, minasizlar, ketasizlar. Shuning uchun mashinalarga e'tiborli bo'linglar. Ko'p narsalarni qo'yib qo'yganmiz. Bu mashinalar hammasi o'zi zavodskoy metallari bilan kelgan. Bundan tashqari ranglari mana stallon, mana shunday neobычный ranglarni xohlaydi. Umuman mashinani ko'rsangiz, juda ham chiroyli va ixcham qilingan. Ham balandliklari, ko'rib turgan rul anaqa, balonlari 14, 7-8 benzin yeydi. Ammo metan balonda bitta to'ldirasiz, 80 ming 90 mingga to'ldirsa 250-260 kilometr yurasizlar. Hozirgi kunda mana bu kabinamizdan mana elektron taraf beramiz. Elektron to'rt tomoni daraxtlar orasida boshqa qism yetib